Assalomu alaykum. Akajon hormang, charchamasdan. Xirmonga baraka. Sotyapsizmi? Aka, mana shu mikrofonimizni taqib olasiz. Qo'lingizga ushlab olsangiz ham bo'ladi. Ana shu yerga taqib olsangiz ham bo'ladi. Akajon, qovunni zo'rlarini ekkan ekansiz. Zo'r, Xirmonga baraka. Ko'p yurtdoshlarimiz qovunlarning narxi tushib ketdi, tarvuzlarning narxi tushib ketdi, dehqonlar sindi degan har xil gap so'zlar tarqayapti. O'shani hisobiga bir bozorda o'rganish maqsadida bozorga tashrif buyurdik. Namangan viloyati Pop tumanini Chig'anoq qishlog'iga juda katta bozor ekan. Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlaridan ham kelib qovun tarvuzlarni olib ketadi. Butun respublika kelyapti. Butun respublika kelyapti. Malades. Aka, qovunni necha gektar ekkan edingiz? 2 gektar ekkanmiz. 2 gektar. Qanaqa novlutsan ekkansiz endi? Bunimiz aeroport. Handalagimiz bor, keyin obnovatimiz bor ekan. Qalay bo'ldi aka, Yaxshi, dehqonchilik? Xudoga shukr. Biz qilgan terbiyamiz ekan. Yaxshi, zo'r. Kambag'alga yoz yaxshi deydi. Ya'ni ish buyursa ham albatta, albatta. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan, yaxshimisiz? Endi hamma narsa natijaga bog'liq aka. Qovun pishganiga qancha bo'ldi va qanchalik sotdingiz hozirgacha? Qovun bir 20 kunni o'tib pishganiga. Bir pachkaga olib borib qo'ydik ekan. Malades, zo'r, omadingiz bo'lsin. Pulni to'ylarga, yaxshi kunlarga, bayramlarga. Avgustda to'yib olasiz. Yaxshi. Zo'r. Aka, siz oldingizga to'xtashimdan maqsad atsionda gapim bor degan ekan, shunga bir. Bo'ldi aka. Tug'ilganimizda sochlarimiz qora edi, daftarimiz oq. Umr o'tdi, daftarimiz qora edi, sochlar esa oq. Malades aka. Rahmat. Dehqonlardan ham shunaqa shirin gaplar eshitish xalqimizga nasib qildi. Sog' bo'linglar.